Hozirda yoz mavsumida invertorlarning qizib ketishi, bunda asosiy sabablar invertorni noto'g'ri o'rnatishdan kelib chiqishi mumkin. Ya'ni invertorni doimo keng xonalarga, havo aylanib turadigan joylarga qo'yish kerak. Va yana bitta narsa, invertor har doim qattiq ustunda mustahkam joylashgan bo'lishi kerak. Sababi uning vazni ham bor va shu bilan birgalikda invertorni o'zini kitobida yozilgan bo'ladi. Invertorning oldi tomoni, yon tomonlari, osti, ustidan yarim metr masofada hech narsa bo'lmasligi kerak. Sababi u invertorga xavf tug'dirishi mumkin. Yana bitta narsa, agar bitta joyda bir nechta invertor qo'yadigan bo'lsangiz, ularni invertorlar instruksiyasidan kelib chiqadigan bo'lsak, oraliq masofa kamida yarim metrdan 1 metrgacha bo'lishi kerak. Bu invertorlarning qizmasligi va bir-biridan shovqin chiqargan paytda bir-biriga xalaqit bermasligi uchun muhim hisoblanadi. Yana bitta ma'lumot aytib ketay. Hozirda GetGreen Energy Trade kompaniyasida SunGrow Premium invertorlariga 50% gacha skidka davom etmoqda. To 1-iyul sanasigacha. To'liq ma'lumot olish uchun quyidagi havola orqali o'z nomeringizni qoldiring. Menejerlarimiz siz bilan bog'lanishadi.